Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 25-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 25-hadisimiz sahobalar payg'ambarlardan so'ng eng afzal xalq ekanligiga iymon keltirish. Shu hadisni o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. Abu Said Hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: sahobalarimdan birontasini so'kmanglar. Sizlardan biringiz Uhud mislicha oltin nafaqo qilsa ham ulardan birini muddiga yoki yarim muddiga ham yeta olmas dedilar. Muslim rivoyati. Shu o'qigan hadisimizni hayotimiz tarzida ibrat olib, shu narsaga amal qilib yashaydigan solih bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib, duo qilib so'rab qolamiz. Shu ko'rgan videolarga bir dona like, podpiska bossangiz xursand bo'lib qolardik. Keyingi darslarni ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.